Bu galgi videomizda Word dasturida yozilgan dokumentni PDF qilib saqlashni o'rganamiz. Misol uchun bizda mustaqil ish bor va uni PDF qilib saqlamoqchimiz. Buning uchun chap tepa burchagidagi fayl bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan Save as, inglizchada Save as, ruschada сохранить как bo'ladi, shuni bosamiz. Endi bizdan so'rayapti, faylni qayerga saqlamoqchisiz deb. Biz misol uchun dokumentlar bo'limini yoki рабочий stolni tanlasak bo'ladi. Misol uchun рабочий stolni tanlaymiz. Desktop tanladik. Endi biz bu yerga mustaqil ishimizning nomini yozamiz, ya'ni fayl nomini. Fayl nomini yozdik, mustaqil ish deb. Endi pastda hujjatni turini tanlaymiz. Bu yerda bizga kerak bo'ladigani PDF kerak bizga. Mana PDF bor. Va undan boshqa fayl turlari ham bor. Xohlaganingizni tanlab saqlasangiz bo'ladi. Bizga PDF kerak, PDF tanlaymiz va Save tugmasini bosamiz, ya'ni saqlanishni bosamiz. Saqlanishni bosdik va mana hozir saqlagan hujjatimizni PDF variantini PDF o'quvchi dasturida ochib berdi. Mana shu hozir biz saqlagan dokumentimizning PDF ko'rinishi. Shunaqa qilib, Word dasturida yozilgan istalgan hujjatni PDF shaklida saqlanib qilib ishlatsangiz bo'ladi, Telegramdan jo'natsangiz bemalol bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida yozib qoldiring, hammasini o'qib chiqaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, tanishlarga ulashib qo'ying. Ularga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoni pastidagi obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz, bizda obunachilar oshgan sayin bizda yangi kontent ko'payib boradi va bizga bu motivatsiya beradi. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha